Bu sveti nechi xil? 8 xil. O, rahmat opa. Futbolkasichi? Bularimiz 6,5 ming. 6,5 ming. O tepa pas 11 ming ekan. Bular ko'ylagingiz nechi pul? 20 ming berdim aka. 20 ming. Necha yoshga tushadi bu? 5-6 yosh kichkinasi, 7-8 yosh kattagan. Ana o'chani olish. Ishlayappachalar. 22 ming? Bunisi kattarog'i? Buni 23 ming berdim. Ming so'm qimmat qoldi. Rahmat. Biz azizlar hozir Boboshbek bozoridan ichidamiz. Primoy egalaridan narxlarini boshqasi. Yaxshi aka, charchamaysiz. Zo'r aka. Joylarni o'tir reklama qilyapsizmi? Hop. Juda arzon narsalar, chiroyli narsalar, yangiliklar. Bu kimni joyi ekan bu? Sizdan-da aka. Assalomu alaykum. Nechi pul bu aka mana ular? Mana o'qisini 28 qilib beraman. Voy. Ularchi? Mana ular 25 ming qilib beraman. Ularchi? 45 ming qilib berdim aka ular. Ha, necha yoshga tushadi bu? 8 sinfdan 11 sinfgacha подростковый. Ha. Bo'ldi aka. Bular borami ulardan 1-2 kun ichida? Bor. Bo'ldi. Xo'sh deganda o'rtoqlar, hozir qandaydir uxlab qolibman bugun. Настроение jicha pachaqroq. Sababi uyqusirab yuribman o'zim ham. Bir normalniy video ola olganim yo'q. Ushlab yuraydi. Shunday qilib ketaverasam, tushuntirib ketaveramiz. Nima bo'lyapsizlar? Charchamayapsizmi? Buni ko'rja ko'ylakchalar olaymi, jinsi ko'ylakchalar. Nech pul deyman, ko'rsatib ketaverasan buni. Nech pul bo'ldi bular aka? Assalomu alaykum. Yaxshilar, charchamayapsizmi? 26 ming so'm. YouTube'ga chiqavormayman, biz faqat ko'ylaklar. Ko'ylakchalar. Nima? 31 ming buni beryapti. Ya'ni bloger o'rash shekilli. O'zimizdan chiqaraylik. O'zimizdan chiqaraylik. Nima keling? Tushunti ma'lumot berganda. Kuzdiga. Hozir bozordamiz. Hamma yuklar arzon narxlarda ekan. Ko'rib qoldim yuklarda. Cho'loq bo'lib yurgan hassadagi aka. O'taboy odam. Ha, bu ashi zo'r mashinalari bor. Aka ham zo'r aka. Muomalasi bor aka. Ko'zi qorinni so'rak buni. Buni ko'ylicha nechi pul? 20 ming. Siz kim o'zi bu? Bir 6-chi kelishimda siz katta ekansiz. 10 bozordan chiqib kelamas yo'q. Necha yoshga tushadi bu? 2 yosh. 2 yoshga 2 tushadi. yosh, 3 yoshga yuradi. 2 yoshga chetda bo'lsa. Qarani bilib oldim. Şu yetkazib berdingmi? Kelamiz. Futbolkalarni nimalarni so'rak azizlar deb ketdimda. Nimalar olik videoga. Ana, ular kerak sizlarga. Ko'rsatib beraman degan. Odamlar holat ko'ryapti. Kimga? Video ko'rsatdi. Xullas o'rtoqlar videoni to'xtatamiz, chunki ishimiz ko'p, yuk olish kerak, yuk tarqatish kerak, nasiya olish kerak, nasiya tarqatish kerak. Biz xizmatdagi odammiz, o'shani hisobiga. Hop, keyingi qismlarida ko'rishguncha azizlar, yanagi bozorlarda yanagi kunlari olib turgunlarimiz kontent qilib bir oshdan o'tib ketamiz. Azizlar, charchamanglar. Barchaga omad. Tirs
tirs